xorijda vaqtincha faoliyat olib borayotgan yurtdoshlarimizni muhim bir masalada ogohlantiramiz. Ish faoliyatingizda o'zingiz bilib-bilmay jinoyat ko'chasiga kirib qolmang. Ko'proq pul beraman desa, hayotingizni xavfga qo'ymang. Ayniqsa, siz kuryerlik xizmatlarida ishlayotgan bo'lsangiz, narkotik va giyohvand moddalar savdosiga aralashib qolish ehtimoli yuqori. Tekin pishloq qopqonda bo'lishini unutmang. Atrofingizda ming xil odam, ming xil maqsad bilan yuradi. Sizning maqsadingiz halol pul topish, tajribangizni boyitish, mamlakatga qaytganingizda esa bilim va ko'nikmalaringizni mahallangizda qo'llash. Esingizdan chiqarmang. Butun dunyoda narkotik va giyohvand moddalarni sotgan yoki yetkazib bergan shaxslarga jazo juda qattiq. Hattoki o'lim hukmi mavjud davlatlar bor. Vaqtida ko'zingizni oching. Yana bir masalada ehtiyot bo'ling. Osongina boyib ketaman deb, bilib ham, bilmay ham qimor va tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarga qo'l urmang. Birinchisi xo'rak, ikkinchisi qopqon, uchinchisiga imkon ham berilmasligi mumkin. Doimo yodda saqlang. Sizning yo'lingizga yaqinlaringiz, ota-onangiz, turmush o'rtog'ingiz, farzandlaringiz ko'z tikib turibdi. Ularni g'aflatda qoldirmang. Biz sanab o'tgan illatlarga aralashib qolgan bo'lsangiz, hozir ham kech emas. Bu yo'ldan qayting.